Assalomu alaykum qadrli do'stlar, bilasizlar qanchalik quvonchli xabar eshitdim, voy vashshi xursand bo'ldim to'g'risi. Ichayotgan choyim shirin choydek tuyuldi. Chunki O'zbekiston futbol bo'yicha O'zbekiston yutibdi. O'zbekiston terma jamoasi ligasi, Oliy ligasi. Xullas 17 yashar bolalar Arabistonni ikkita gol bilan charchuqa qilib qo'yishibdi. Xullas men unga xursandman, addishi xursandman. Menimcha sizlar ham xursand bo'lsanglar kerak. Men prosta xursandchiligimdan aytyapman sizlarga. Mana shu qo'shiq o'sha bolaga Sadriddin Hasanovga ataladi. Ilohim har doim Xudo omadini bersin, O'zbekistonimiz bayrog'i baland, undan-da baland bo'lsa, obro'si ham, o'zi ham. Xullas O'zbekiston zo'r bo'lsa, men axir O'zbekistonda yashayman, men ham zo'r bo'laman deb hammaga omad tilayman. Ikkita qizil kartochka olib biznikilar hech qizarmabdi. O'zbekiston buyuk davlatdir. Ikkita golga g'olib bo'libdi. Voy oyog'ini tegidan o'tib senchib qo'yibdi go'zal golni. Axir u Sadriddin Hasanov. Barcha hamd va sanolar sizga, barcha komandangizga, barcha treneringizga, baraka topinglar bolalar. Omad sizlarga, futbolimiz borsin doimo olg'a. Bayroqlarimiz bo'lsin baland. Bizda azaldan g'urur bo'lgan. Ko'rib juda ham bo'ldim xursand. Go go go, ale ale ale, O'zbekiston, bale bale bale. Bale sizlarga, rahmat sizlarga.